Dars qilyaptim. Vazifa qilmadingmi? Qildim. Bitta qolibdi. Qaysi qoldi? 13. 13? Ha. Qani ko'rsatchi. Mana. Aha. Birini ishlatchi, qanday ishlaysan? Mana men qaschilar birinchi qo'shib bo'lsa javob chiqadi. Nima uchun bu yerda qavs ichi minus turibdi-ku? Chunki qaschilar birinchi qo'shib olamizda. Yo'q, qara. Mana bu minusga plyus ko'paytirib olasan birinchi. Ha? Okey, oson yo'lni o'rgatib qo'yaman senga. Qara, bu misoli berilishi, to'g'rimi? Ana endi qavsi oldida hech nimasi yo'q bo'lsa ham plyus bor deganingda, men senga o'rgatgandan plyusga minus ko'paytirsa nima edi? Minus? Minus, malades, minus 20. Yana plyusga minus ko'payapti? Minus. Aha, yana minus 15. Yana plyusga minus ko'payapti? Minus. Minus 40. Ana endi do'kondan 20 ming qarz olding, orqasidan yana 15 ming qarz olding. Jami 35 ming qarzmi? Yana 40 ming qarz olding. 75 ming. Malades. Minus 75 degan javob chiqargan. Qalay, osonmi? Malades.